Shu gapirmasang yo'qda, a o'g'lim. Qatga qo'yish kerak ekan, ha, ana shu. На. U bizni umarım nima ikki marta telefon qildilar. U paytda qo'yadi, shoshmang. Ha, bo'pti, qo'ya. Apa, shoshmang. Nimaga? Ha, ana ko'tarilyaptimi yo biz yurganimizda ko'tarilyaptimi? Qish. Qayga yoqinglar endi bo'ldi. Endi hozir yoqinglar demasdan oldin olib kelgan narsalar. To'g'ri. Undan keyin nima qilamiz? Ali istirursin bu. Ha, siz hech narsa emas, sen ketganingcha Qachon kiysinmi? Qozon. Bitta o'zi aytib ketib turadi tog'am. Bugungi kunimiz sumalak kuni. Bugun biz sumalak qilamiz. Mana yosh katta, salkam 70 dan o'tib qolgan bu jonim qozonni ko'tarib, ikkita yosh qiz turganda qozon yuvyaptilar. Hech ham qarilikni tan olmayman degani bu. Yo'q. Senga nima aytdina? Bu dishlaydigan suvmi? Yo'q. Sumalakka tashlaydigan suv. Sumalakka tashlaydigan suvdi. Bu tozalar. Bu men rosa antijir bilan yuvdim. U antijir bilan yuvishlar ham mana suvda zo'r qoldim-da, ayta tomchilab tushyapti suv. Yana suv qo'ydingmi? Qo'ydingmi? Motordan olmayapti. Sen yuvgan bo'lsang, chaqab tashlagan edga. Ha, olyapman, hammani olyapman. Hozir mana suvni olaman. Mana uni olaman. Yuqori ko'tarish qora. Xola uzrda endi bugun videolarga chiqasiz. O'chirib tashlatsa o'chirilmaydigan videolar bo'lyapti. Rullarda tovuq. Xo'roz, tovug'i yo'q xo'roz. Hechga nima tovuq bitmadi. Xotin bitmadi shu xo'rozimizga. Ha, endi nima qilaylik? Topolmasak. Ho'jan, ho. Men seni yoqaman o'zingda. Sumalak ikkinchi seriya xolam antijirli suvda gullab turgan bodomni tagiga to'kkanlar. Bu jonim endi hozir joylari ochildi. Qarg'ashni boshlayaptilar. Siqilmaydi bu joy, hammasi yaxshi ketadi. Xudo xohlasa ko'karib ketadi. Mana bu qiz. Ko'karmaydi-da. Ko'karadi. Nima to'kkiz xola aytdilar-ku, to'kma dedilar-ku. Ularda papamam. Hey, Muhsinjon deb yurarlar. Biz kechamizni qirolichasi. Nima derdi katta malikani bujon rus tilida? U prinsessa ekan. Tog'am yo'qlar o'rnalariga mashinani zavod qilganini chiqdim. Nima deb o'ylaysizlar? Yiqolamanmi mashinani? Ichimiz zillab yotibdi. Hozir menda matematik savol ketyapti. Mashinani oldin qizdirish kerakmidi? Qanaqa qizdirish kerak hozir YouTube'ga kirib, topib, tog'am kelgunlaricha mashinani tashqariga olib chiqmoqchiman. Hozir YouTube'da videolarda ko'rdim. Mana bu kalitni bu tomonga burasa, mana mashina yonar ekan, yondi. Endi bilmayman shunaqa qiziydimi yo'qmi, kelib olishar tog'am deb ikkita o'tiribman. Ancha oldin haydashga o'rgatgandilar, gidida anchagina oldin. Gaz tugab qolmasmikan? Fatima Zufra. Sizlar anchada. O'shanda ko'p olamayapti. Yurmaslik ko'p tashlaysiz. Ha, bu tomonda turibsiz-da. Voy bo'lmasa qo'ying. Oy. Qolib ketishdi. Bo'ldi sadoqat. Mana mashinani bir nima qilib zavod qildim. Mana endi qizza bo'ldi. Hozirga boramiz hozir. Bular qizarib ketdi. Ko'tarish boraylikmi?
devorga yaqin bo'lib qolgan. Mana mashina tashqariga olib chiqib oldim. Endi hozir o'chadi o'rnatishyapti. Ko'cha ujasini holatni. Bir amallab boshladik. Diqqat e'lon. Shu xo'rozga bitta tovuq kerak. Bu xo'roz egasi ketib, shu xo'rozga tovuq topisholmayapti. Mana quyosh ham chiqdi. Ikkinchi boqaman. Yapon nima yapon? Yo'q, unda ham ha o'sha birinchi sortdan oladi-da. Birinchi sort olaversin, nima qilamiz? Non ham qilamiz-ku. Tog'am kutib qoldilar bujon. Tog'am kutib qoldilar. Ha bujon? Sadaqa o'ynab qo'y bitta. Ha o'yna. Shunga qo'ying. Ha yo'q. Mashinasi qizdirib turmoqchi edim, qizdirmadim. Ma'lum, chiqarilishini videoga olsam. Shunaqa qilish kerakmi? Biz bir marta o'zimiz ko'kat qildik, juda ham ko'kat qilib olibmiz. Hali. Olib ketyapti. Ko'rdimmi? Kastrulkamizga bug'doy sig'madi, endi paqqat olyapmiz. Ey, ko'cha ужасно sovuq. Menga tashlaverasiz. Jinday qaynamasa shirada u. Shirin. Oo. Quyulib mana bu ketsa? Madam, Bo'lsa quyulib yuramiz. Sizlarga quyulmasin. Bo'ladi. Biroq yasalgan. Mana sumaligimizni ham savoldik. Boshro'larda mahalla bizga chiqish nima qiladimi? Internetga chiqib ketadi. Yo'q, internetga biz olmaymiz. To'xtab, звездочка qo'yib qo'yamiz birorta. Ammo siz-chi? Siz ham ikkita охранниgingiz bor. Kitipadan buyruq kelmadimi o'chirib tashlaydi? Mana, eng знаменитый. Bo'ldi, ammam olamiz degan endi ertalabgacha. Videolarimda endi ammam bo'ladilar. Qolganlarga ruxsat tegmagan.